Assalomu alaykum hurmatli asalarichilar, hurmatli hamkasblar. Demak, Artbitek korxonasi mavsum uchun yanada yengilliklarni qaynoq asalarichilarimiz uchun og'irini yengil qiluvchi yengillik takliflarini taqdim qilyapti. Endi bu safargi kontentimizni ishlab chiqarish maydonini o'zida qilishga majbur bo'ldik. Shoshilinch bo'lib qoldi. Demak, bu yilgi yengilligimiz 4 kasetali medagonkani. Endi kamdan kam asalarichilarimiz buni buyurtma qiladi, lekin hozir shu 4 kasetali medagonkani ham elektronniy variantini chiqarib berdik deyishganda, motor o'rnatdik, blok upravleniyasi qilib berildi. Bundan tashqari hozirda ko'p asalarichilarimiz sekin-sekin tushunib yetyaptiki, elektron medagonkalar ish jarayonini ancha mahsuldorligini oshiradi. Ya'ni ish kuchidan ancha ekonom qiladi va buni aqlli boshqarilishini oldingi videolarimizda juda ko'p tushuntirganmiz. Aqlli boshqarilishi ish sifatini, ramkalarni sindirmasdan, rullar sochmasdan ishlash imkoniyatini beradi. Hozir mana shu 3 ta medagonka ham deyarli hammasi tayyor. Mijozlarni o'ziga yetkazib berish holatida turibdi. Undan tashqari elektr toki mavjud bo'lmagan regionlarimizga shu ruchnoy bu medagonkalarimiz endi shu tangential medagonka deydi. Ishlash jarayonida o'zi buni qulayligi inson aralashuvisiz kerakli tomonga o'zi yotadi. E'tibor berishingiz mumkin va buni to'xtatib aks tomonga aylantirganimizda bu yoqqa yotib, demak, bu ham bir qanchadir vaqtni tejalishi va ish samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari bizning korxonamizda juda ko'p yengilliklarimiz bor, albatta. Bundan tashqari mavsum uchun kerakli bo'lgan obriznoy stollarimiz, hop, quyoshda mom eritish moslamasi, ramdetallar kim ulgurmagan bo'lsa hali mashina qo'yib tugatib bemalol nima qilishingiz mumkin. Shoshilinch ramka kerak bo'lib qo'yganlar uchun tayyor sim tortilgan ramdetallar, hattoki mashina tortilgan ramdetallarni ham taqdim qilishimiz mumkin. Bu yoqda mana yo'mkistlarimiz tayyor bo'lib turibdi, xudo xolasa. Dilshod, вот, ехали медогонки. Сейчас включать не буду, потом вот это как его включается, объяснишь? Одну открыл, одну запаковано, я сам открыл. Mana shu medagonkani Toshkentdan Dilshod degan boladan oldim. O'ta yaxshi ekan. Remendi 8 ramkalu. Men ishlatib ko'rdim. O'ta yaxshi ekan. Ruchkalari bor, putlari bor. To'liq komplekt. Tashqari eng muhim yengillikni oxirida aytib o'tsam bo'ladi. Artbitek korxonasida ishlab chiqarilgan mahsulotlar asosan asal haydagich medagonkalarimiz qo'shni davlatlarga ham eksport qilishni, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston davlatlariga hozirda medagonkalarimizni chiqarib turibmiz. Bu ham albatta yaxshi yengilliklardan bittasi.